Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Navbatdagi fasonimiz ham inshaalloh tayyorlanyapti. Hozir paytda trendda bo'layotgan tayyorlash jarayoni boshlangan. Kattagina ob'yom zakaz olganmiz. Ko'cha ограждениесі va ichkaridagi perilялari ko'rib turibsizlar. Perilyalar shunaqa holatda bo'ladi. Xudo xolasa yana ko'cha ограждениелariga ramka qilish boshlaganmiz. Yana tayyorlanyapti. Mana tayyorlangan holati tayyorlab tiklab qo'yishibdi. Xolasa chaqlab joylab qo'yilgan. Orqalarida bu ba'zilarga o'xshab bir etajli bo'lgan, ikki etajli orasida polshada, keyin bitta ruchkasi bo'ladi. Chekkasi ustunlari bilan mana bu yerda tayyorlash jarayonlari xolasa katta ob'yomga zakaz olaveramiz va xolasa chiroylilab mustahkam qilib tayyorlab beramiz. Shunaqa perila, shunga o'xshash darvozalar bor bizda. Inshaalloh shunaqa darvozalar ham tayyorlab beraveramiz. Yana bir darvozani tayyorlash jarayonidamiz hozir. Xolasa inshaalloh tez kunlarda tayyor bo'lib qoladi. Mana bu darvozamiz. Bu orqa tomoni bo'ladi. Bu yerga list bosiladi. Kursidan 1, 2, 3, 4, 5. Buni oldida yana patnislar bor. Mana ko'rsataman. Bu oldi tomoni bo'ladi. Bu orqa tomonga qarab turgani uchun juda yaxshi ko'rinmayapti. Bu 2 qavatli list bo'ladi. Oralari shunka. Xolasa chiroyli holatda bo'ladi. Tahiyasi bo'ladi. Usti lazerli. O'zida trendda bo'layotgan bu ham. Bemalol murojaat qilasizlar. Kazero panjara, deraza panjara, naves, perila. Bu yerda yana bitta zakaz olganmiz. Bu yerimiz ham boshqacha fasonda bo'ladi. Bu ham tayyorlanish jarayonida. Ko'rib turibsizlar. Kiz tayyor qilib bo'lgan, yig'ish kerak. Va xolasa yig'ish jarayonlarini boshlaymiz birozdan so'ng. Mustahkam, va xolasa chiroyli listlarga javob beramiz, profil stenkalarga javob beramiz va xolasa chiroyli holatda bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzil Namangan shahar.